Futbol doimo asabiylik va stress ostida bo'lib o'tadi. Buxoro hamda Paxtakor o'yinini ko'rdik Andijonda. O'zbekiston Kubogi uchun bahs olib bordi va ushbu o'yinda Paxtakor g'alaba qozondi 1-0 hisobida. Ikkita vaziyatda hakamlar haqiqiylik, professionallik bilan yo'l tutishmadi. Birinchi vaziyat qizil kartochka berilishi kerak bo'lgan joyda qizil berilmadi. Ya'ni Paxtakor futbolchisi Buxoro futbolchisini oyog'ini chopdi va himoya qilinmagan joyiga oyoqning ichki tomoni bilan zarba bermoqda. Bu vaziyatda O'zbekistondagi barcha hakamlar va ekspertlar aytayaptiki, qizil kartochka berilishi kerak edi deya. Bu vaziyatda qizil berilmadi. Va o'yinning oxirida ya'ni 94-daqiqada Buxoro gol kiritdi va ushbu vaziyatdagi gol inobatga olinmadi. Ya'niki ofsayd deb topildi. Vaholanki bu joyda ofsayd yo'q edi, chunki to'pga boshi bilan harakat qilgan o'yinchida hech qanday o'yindan tashqari holat aniqlanmagan edi. Va o'yin tugadi. Muxlislar hamda Buxoro futbolchilarining hakamga bo'lgan munosabatini ko'rdik. O'zingiz bir ko'ring va baho bering. Kuzating.